Assalomu alaykum. FKBetoni ko'rib chiqamiz. Yangi FK7 chiqibdi. Qani ko'rib chiqamiz. Betasi chiqdi. Qanaqa qilib o'rnatishini keyin men sizlarga faylini tashlab beraman. Vau, bola zo'r bo'larkan, qaranglar. Vashshi zo'r bo'larkan endi. FK7 shuni kutib o'tirman 25-sentabr. Ertaga katta opifak bo'ladi 25 biletga. Ko'ringlar tug'ilgan kunimda. Mana o'zimni ismimni qo'yaman YouTube kanalda. FK. Kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Tug'ilgan kunimgacha ertaga tug'ilgan kunim 2 obunachi yetmayapti. 3860 dagi. Obuna bo'lib qo'yinglar. O, mana opifak. Har kuni kiraman FK ga. Ana bu sezonda bilaman. Qaranglar, ho. Mana Messi man kerakli o'yinchi. Qaranglar, nima deyapti? O'zimda ham bor bu. 5-3. Nima deyapti bu? Butun ko'p narsa berardi, nima qilaylik. Endi akkauntga kiramiz. Hozir nima deyapti? 125 bittalar. Messini qo'yaman, mana kumirlaridan biri Ronaldo Messi, bilsanglar agar. Qani zaxirada. Voy. Bolla qaranglar, bu yuzlar ko'rsatilarkan. Ashshi menga yoqdi bu FK Mobile. 2027 zo'r qildi. Men 2018-yildan beri o'ynayman FK. Qanaqa edi endi bu ismdan ham chiqib ketdi bu. Oxiri topdim. Qo'rqoq bo'lmaydi lekin nima? Yomon qildim. Voy, pozitsiyasi yo'qmi? Ha. Shortga qilamiz, direkt qilamiz de. Mana hammasini qilib qo'yganimdagi videoni yoqaman. Hammasini qilib chiqdim zaxiradagilarni. Mana satsab. Shu satsab bilan o'ynasak bo'ydan yutadi. Mazza. Endi kimdan qo'ysam bo'lar ekan? Hali bilan qilmadim. Yangi talant ko'rib birinchilarni qo'yaylik. Hali tepishga keyin ritmimdan pas berishgan kerak. Yangi talant. Bo'ydan tushib qo'ygan, bo'ydan pas beragan. Lekin mana bu bilan o'zgarmagan. Bo'yicha Modricda bor. Aylantirib pas beragan bo'lgan qilmaydi. Yo'lga pas beragan. Men buni bildim. Parkatda sizlar uchun ko'rib beraman mana. Yangi talant 4 ta. Osasab tug'illab chiqib keyin video qo'yaman. Bolalar zaxirani ko'rib chiqamiz. Ronaldo, Ferran Torres, Ramos, Haaland. Martinez. Tez ko'rib chiqamiz. O'zinglar keringlar, to'xtatib ko'rib olaverasizlar. O'zbekiston. Husanov. O'zbeklar bor joylar. FK Mobile'da ham o'zbeklar. Erdor. Cho'tkacha ekan. O'tkar Yusupov. Hozir shu nimalarni o'ynashni ozoqardim shunaqa akkauntda yana. Mana uchun eng zo'r satsab. Eng zo'r ataka. Hozir 125 ta tushib qo'ygan. Qaranglar, anaqa bo'larkan. O'qo'y 26 ga kira olmay. Pulim ashi ko'payib ketdi.
8 kundan keyinmi shunday? Shuning uchun shartisi bor. Bir dona ham shartisi. Menda kamuflovchi bor-ku. Umuman kerak emas. Mana o'yin o'ynasa bo'larmikan o'zi? Bular bor ekan. Hozir birinchi oddiyroq o'yin o'ynab olamiz. Keyin anaqa o'ynaymiz deb, ana hashikka o'ynaymiz. Hashikda botlar tushmaydi chunki shunaqa akkauntlar bor o'ynaydi. Shu akkauntga o'rganib oling ozgina. Mana va vashi yangi yoqdi o'zgarish. 2x. Shunga ham hozir. Jut. Yaqinroq kelgan. Ronaldo. Zaxirani bermas ekan. O'zim Neymarimda, ana uzoq masofada. O'zim xato qildim, bildim. Neymarda kapton, Neymar. Yomon qildim. Messi. Mana super. Leo Messi. Endi bitta qoldi, Neymar qoldi gol urmagan. Mana Neymar Juniorda va super gol. Golni ko'ramiz. Qancha o'yin menga yoqotdi, maza qilib o'ynayman. Messidan shotdan tepib ko'raman. Voy. Asab qaranglar pildes. Etkince qanasi. Grafika vashi. Grafika o'zgargan. Men bilan ketsa kerak yana. Men 2x lik ketsa kerak, yana bilmadim. Kimda bor edi, ana bo'ydan chirib qo'ygan. O'lishdi. Super gol. Shota Ronaldodan bitta Ronaldo o'xshamadi. Zo'r o'yin bo'ldi men uchun. Naqsa sabda. Jigarlar vashi maza qilayotganmiz keyin kelgandan keyin mencha shartisiz beryapti. O'rgatmasang ham bilaman. Voy, gol kirib qo'ydi, meni hammasini o'ynash kerak ekan. Shuning uchun bo'yicha bo'li shartmona ham bo'lar ekan, voy onasini. Ana 3 o'yinlardan qilsam bo'ladi, endi varatar yo'q menda. Vashi zo'r tasab, yana Cityga qarshi. Menga FK vashi zo'r yoqdi, lekin bittasi sal yoqmaydi. Men 3x 2x hali men o'rganamayotganimiz uchun, ko'zimizga o'rganmaganligi uchun balki o'rganib ketarmiz. Messi. Voy, tepam bo'larkan. Chiroyli gol bo'ldi, qaranglar. Ana mahorat yangisini qo'shdim. Qaranglar, bo'ydan tushirdi. Gol. Lekin grafikaga 5. Undan 10 grafikaga. Lekin sal odamlar bor, o'zlarini to'g'rilash kerak. Balki hali to'g'rilanar bu beta FK. Shotdan. Qaranglar, ana tepotganini bitta-bittadan ko'rsatilarkan. Tasab ko'ringlar. Masa, meni akkaunt o'ynash. Ugravoyamiz o'zgaribdimi? Qaranglar, grafikasi yoqdi menga. Cristiano Ronaldo Modricga ber. Modric shotdan o'ylab o'tir. Ugravoy. Buni ham yutib oldim. Qarchi yoqdi menga. Mana ikkinchi sassab qaranglar. Botku. Buni to'g'rilaganim. Vini qanot Messi vazalini. Shu sassab bilan bitta o'ynab ko'ramizmi? 3 gol yutish kerak. Mamtloji o'zgaradi yaqinda. Mana men bor. Nimasi bu? Bular tepa deb boryapti. Hammasi. Hisob qisqartirdim. Shu hisobda hech kim o'ynamagandek.
Messi va videoni yoqaman deb qoldirib qo'ydim. Sezgan bo'lsanglar, oldin ajratlar kamroq bo'lardi. Hakam uchun zo'r emas edi. FK Mobile'da tamomlash kerak. Var degan narsa kam edi FKda. Hozir esa bor. Sezgan bo'lsanglar, bolalar sezgan bo'lsanglar anaqa ekan. Har bir golimga ikkitadan yozilyapti, mana qarab turinglar. Holatdan pushka mana 6. Salom. Nimasi bu? Enaqa qattiq deb seni tepib bor ekan, endi shunda yutib oldik. Meni nima dotdi endi bu? Aqlli qilsang. Qarachi zo'r ekan. Bu nima ekan? Nima? 40 mingtaga? Qani bitta ochib ko'ramiz, mayli sizlar uchun. Himoyachi, как раз himoyachi kerak menga. Kim ekan? Bola o'zim tachgan qoldim, o'zim kerakli. 7,5 mingta bitta yutish. Mana o'yinni bosib olgan edim. 7,5 mingtaga ekan. Bu meniki va uniki. Normali. Hali uglavoy. Sizlar uglavoyda kim qirol? Voy. O'sha imostaliqa o'ynaykan men bola asab qizim. Bilmayapti, YouTube'ga video otganim. Mana. Bu o'l kerakmidi? Bu dindan ko'r. Voy, bular nima qilib tashyapti? Ko'ramiz. Emal yo'qda yuribdi Messini orqada. O zo'r o'ynayotgan bo'lsam betona. Fint qilish bosib oldim. Tugadi birinchi taym. Sezgan bo'lsanglar, men videoni kesib qo'yaman, vaqt sekinlashibdi. Hayot degani sekinlashib ketdi. FK25 da tezlikda FK26 da sekinlashib, FK27 da yana sekinlashdi. Men uchun yaxshi. Maltin sos super gol urdi. Qaytardi. Birga bir maqsad bo'ladi, bile. Mayli. Bir bo'ldi bu bilan. Normalli bo'lsa yo'q. Eng zo'r o'yinchi Modric bo'ldi. Assist qildi undan Messi. Brazillik hali o'yin o'ynaganga Brazillikda. Nimasi bu? Hozir menga yig'ib turaman. Mana mamiga. Yana bosamiz. Kanalda ismlar qo'yib tashlagan, men o'zim YouTube kanalimni qo'ydim. Obuna bo'lib, like bosib qo'yinglar. Har goldan qo'yaman. Birinchilardan urib oldi. Mana chiroyli zarba va super gol. Mana menga gol. Aldab o'tganim qaranglar. Hop. Va super gol. Gol 2-1. Ronaldo'dan gol. Boshlansin endi. Penalti. Gol. 5-2. O'yin tugadi.
3 gol, bitta assist qildi Ronaldo. Hammaga xayr. Gaplashguncha obuna bo'lib qo'yinglar, erta katta video chiqadi. Salomat bo'linglar. Keyingi videogacha shu akkauntni 126 qilamiz.